ma'rifat chiroqlari. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum muhtaram tinglovchilar, qadrli opa-singillar, aziz onaxonlar. Omonmisiz? Bizni tinglashga ajratgan vaqtingizni Allohim manfaatli va xayrli qilsin deya navbatdagi eshittirishimizni e'tiboringizga havola qilishni boshlaymiz. Qur'oni Karimda ayollar mavzusida kelgan oyat va hukmlar mavzusidagi turkum suhbatlarimiz davom etadi. Yil boshidan buyon to bugungi kunga qadar muntazam ravishda tayyorlab kelayotganimiz ushbu mavzular davomida onamiz Momo Havvo qissasidan boshlab yana necha ayollar ishtirok etgan qissalarni o'rgandik. Hikmat va ibratlarga to'la bo'lgan ushbu qissalar vositasida ijobiy va salbiy xarakterga ega obrazlardan xulosalar chiqardik va bugungi kun bilan bog'liq jihatlariga e'tibor qaratdik. Tarix darsdir, ilmdir. Uni o'rganib, bugungi kun uchun tatbiq eta olish, o'tganlar fazilatidan fazilat, xatolaridan esa ibrat ola bilish, to'g'ri yo'lga chiqib olish uchun nurli mayoqdir. Bugun ham ma'rifat chiroqlarini ushbu mayoqdagi cho'g' ila yoqishni niyat qilaroq eshittirishimizni boshlaymiz. Suhbatdoshimiz Odinaxon Muhammad Sodiq. Odinaxon, assalomu alaykum. Marhamat, bugungi suhbatimizni boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Bizlarga saodat mayog'i etib Qur'oni Karimni nozil qilgan Alloh subhanahu va taologa hamd va sanolar aytamiz. Mana shu Qur'onni ummatlariga ta'limotini yetkazib ketgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga salatu durudlar aytamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. O'tgan suhbatimizda Sulaymon alayhissalom qissasini boshlab, ayni juda qiziqarli bo'lgan voqealar jarayonida to'xtagan edik. Ya'ni qattiq tartib va intizom ichidagi lashkarlari ichida Hudhudni o'z joyida ko'rmagan Sulaymon alayhissalomning g'azabi va kechikib kelgan hududning Sulaymon alayhissalomga yetkazgan xabari bilan bog'liq voqealar edi bu. Demak, Qur'oni Karimda vasfi kelgan va Sulaymon alayhissalom qissasida tilga olingan navbatdagi ayol bilan bugun yaqinroq tanishamiz. Marhamat. Bu malikaning ismi Bilqis bo'lgan. Bilqis bint Sharoxil ibn Malik ibn Rayyon degan gapni ba'zi o'rinlarda aytishgan. Ya'rab ibn Qahton yoki Tabi'a Humayrini naslidan deyilgan gaplarni ham zikri kelgan. Ba'zi qavllarga qaraganda otasining ismini Sarx ibn Hadohid ham deyishgan. Anig'ini Alloh taolo biladi. Izlanganlar, ma'rifat istaganlar mana shularni zikr qilishgan. Bular hadisda zikri kelmagan. Agar hadisda zikri kelganda aniqroq xabar e'tiboridan olingan bo'lar edi. Ana shu malika bor ekan. Undan keyin nima bo'libdi hikoya? Wajadtuha wa qawmaha yasjuduna lish-shamsi min dunillahi wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili fahum la yahtadun. Men uning va qavmining Allohni qo'yib quyoshga sajda qilayotganlarini va shayton ularga amallarini ziynatlab yo'ldan to'sayotganini ko'rdim. Bas ular hidoyat topmaslar. Asl maqsad shu ekan. Demak, u bir joyda saltanat bor ekan emas, o'sha saltanatni nima ish qilyapti? E'tiborli jihati mana shu yerda ekan. Chunki payg'ambar zotlarga insonlarni birinchi o'rinda iymon masalasi turadi. Garchi u podshoh bo'lsa-da, ayol kishi bo'lsa-da, unga butun dunyoni ne'matlari berilgan bo'lsa-da, lekin o'zi zalolatda ekan. Allohni qo'yib, shunchalik ne'matlarni bergan bo'lsa ham quyoshga ibodat qilar ekan, unga sajda qilar ekan. Hidoyat topmaganlardan ekan. Alla yasjudu lillahi allazi yukhrijul khab'a fis samawati wal ard va ya'lamu ma tukhfuna va ma tu'linun. Osmonlar va yerdagi sirlarni oshkor qiladigan, maxfiy va oshkor qilgan narsalaringizni biladigan Allohga sajda qilmaydilarmi? Hudhud bu narsani ko'tara olmabdi. Chunki u iymonda
payg'ambarning qo'l ostida bunday narsalarni toqat qila olmaydi. Ana shundan qayg'uga tushib payg'ambar alayhissalomga xabar bermoqda. Ta'sirlangandan osmonu yerlarni, maxfiy oshkor bo'lgan narsalarni biladigan zotga ibodat qilmaydilarmi deb aytmoqda. Gapida davom etib aytadiki: Allohu la ilaha illa huva robbul arshil azim. Alloh, undan o'zga iloh yo'q, u buyuk arshning robbidir. Demak, biz ibodatda faqat Allohga yuzlanishimiz kerak, chunki u zotdan boshqa iloh yo'q, ibodatga sazovor zot yo'q. Va so'ngida aytib ta'kidlab qo'yyaptiki, ana shu zot arshning robbidir. E'tibor qiladigan bo'lsak, u ayolni arshi, taxti bor ekan deb aytayapti. Taxti bo'lgani bilan u kibrga ketib qolmasin, faxrga ketib qolmasin. Haqiqiy arsh egasi Alloh ekanligini ta'kidlab mana shu oyatda zikr qilib qo'yyapti. Har qancha kattalikda, har qancha qiymatga ega bo'lsa, har qancha zebo ziynati bo'lsa ham uni arshi arshmas. Bandani o'ziga to'g'ri keladigan arsh, haqiqiy arsh, taxt u Alloh taoloning arshidir demoqda. Sulaymon alayhissalom nafaqat odamlar, balki boshqa yondosh olamlarga ham payg'ambar qilib yuborilgan bir davrda o'z mamlakatining yaqingina bir joyida jaholatdagi qavm va mushrika bir podshoh ayolning xabaridan so'ng qanday yo'l tutadilar? Malika Bilqisning hidoyatga da'vat qilinishi qanday voqealar bilan kechadi? Qur'oni Karimda bu haqdagi oyatlar nimalardan xabar beradi? Qala sananzuru asadaqta am kunta minal kazibin. Bu gaplarni eshitib turgan Sulaymon alayhissalom aytdilar: Ko'ramiz, rost so'zladingmi yoki yolg'onchilardan bo'ldingmi? Mana shu payg'ambar alayhissalomni yurg'izgan siyosatlari. Birov bir gapni aytsa, darrov isham ketganlar yo'q. Garchi u xizmatlarda turgan o'zlarini ayollaridan bo'lsa ham, shoshilmasdan bu xabarni biz tekshirishimiz kerak hali. Sen aytding, sen qasd qilmagan holatingda adashgan bo'lishing mumkin yoki mana u halokatli holatga tushib qolib, meni azobimdan qo'rqib, biror narsani ko'nglimdan olaman deb aytayotgan bo'lishing ham mumkin. Qani endi bu o'zing keltirgan xabarni o'zing aniqlaysan. Gaplari nima bo'ldi? Izhab bi kitabi haza fa'alqih ilayhim thumma tawalla anhum fanzur maza yarji'un. Bu maktubimni olib borib ularga tashla. So'ngra chetga chiqib nazar solchi, nima qaytarar ekanlar. Xo'p, sen aytding, u ayolni qo'lida juda ko'p narsa bor ekan, lekin zalolatda ekan. Bizning vazifamiz uni hidoyatga chorlash, da'vat qilish. Agar aytgan gaplaring rost bo'lsa, endi o'sha yerni sen bilasan, qaytib borginda men maktub yozib beraman. Allohga da'vat qilaman ularni, Allohni eslataman. Qilayotgan ishlari zalolat ekanligini aytaman. Sen shu maktubni yetkazib, yugurib kelmasdan qarab tur. Nima qilishadi ular? Hidoyatga kirishadimi yo zalolatga yanada mukkasidan ketishadimi? Menga o'shani ham javob kerak. Barcha payg'ambarlarga xos bo'lgan juda ajib bir odat, hali hidoyatga kelmagan qavmlar, podshohliklarga maktub orqali murojaat qilib islomga da'vat etish bo'lgan. Bu tarixdan ma'lum. Demak, Sulaymon alayhissalom ham xuddi shunday yo'l tutadilar va Malika Bilqisga maktub yuborish bilan uni hidoyatga chorlaydilar. Bu maktubni qabul qilib olgan Malika ham maktub bilan javob qaytaradilarmi yoki boshqa usulni qo'llaydilarmi? Va bu javob qay mazmunda bo'lgan? Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Endi bu qush bilan Sulaymon alayhissalom oralarida bo'lib turgan suhbatdan keyin to'g'ridan to'g'ri Malika o'zini ayollarga gapirayotgan gapga o'tib ketildi. Buni orasida bir qancha ish bo'lgan, lekin Qur'onning uslubi bilan, shunaqa balog'atli, yetuk uslubi bilan u suratdan bu suratga o'tildi. Bu yerda ana shu Malika o'zini qavmiga xitob qilmoqda. Malika dedi: Ey ayollar, menga karomatli bir maktub tashlandi. O'ziga maktub kelibdi, uni o'qib ko'ribdi, endi ayollariga xabarni beryapti. Bu oyatda e'tibor qiladigan jihatimiz ana shu maktubni vasflab karomatli deyapti. Hurmatli, karomatga ega, oddiy maktub emas bu. Mana shu yerdan ayolni zakovatini, donoligini his qilishni boshlaymiz. Jahl ustida kim bo'pti menga u devorda, bu devorda bekorchi gap degani yo'q. Agar shunaqa deganda tabiati buzuq kishi bo'lganligi bizga ayon bo'lardi. Maktubni o'qib ko'rganda bu maktub oddiy shaxsdan emasligini, maktubni ichidagi mazmuni oddiy emasligi, maqsadi ham oddiy emasligini u ayol darhol sezdi. Shuning uchun maktubni vasflab karomatli deyapti. Innahu min Sulaymana va innahu bismillahir rohmanir rohim. U Sulaymondan ekan va unda bismillahir rohmanir rohim.
Demak, maktubni tanishtirishni boshladi. Bu maktub bizga Sulaymondan kelibdi. Ehtimol Sulaymon alayhissalomni ular o'sha paytda yaxshi tanishgandir. Va u maktubda Bismillahirrohmanirrohim deb yozilibdi. Mana shu ikkita jumla u Sulaymondan ekan deyilganda, arabcha lafziga qaraganda xuddi maktubga Sulaymondan keyin Bismillahirrohmanirrohim deb yozilgan bo'lsa, maktubda Bismillahdan oldin ismni yozish qanaqa bo'lar ekan deb ulamolar bu borada ham bahs munozara qilganlar. Lekin eng ma'qul so'z shuki, o'zbekcha tarjimasiga muvofiq Bilqis uni faqat Sulaymon alayhissalomdan ekanligini bildirishni aytib, maktubda Bismillahirrohmanirrohim bilan boshlanganini yetkazyapti. Va ma'lumot uchun aytamiz, Bismillahirrohmanirrohim lafzi iborasi mana shu bir o'rinda, ya'niki suralarning boshlanishidan tashqari suralarning ichida faqatgina Naml surasini shu o'rnida kelgan. Keyin gap nima bo'ldi? Alla ta'alu alayya va'tuni muslimin. Maktubni mazmunini aytish davom etyapti. Menga qarshi bosh ko'tarmay taslim bo'lgan holingizda keling deyilmishdir. Demak, maktub qanaqaligini bildirgandan keyin, kimdanligini bildirganligidan keyin, qanday boshlanganini bildirgandan keyin endi mazmuniga o'tib, biz uni huzuriga bosh ko'tarmasdan taslim bo'lgan holatda borishimiz kerak ekan. Davomida aytilyaptiki, bo'ldi, maktub haqida gap tugadida, endi mashvaratga o'tildi. Qolat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Ey ayollar, menga bu ishimda fatvo, maslahat beringlar. Sizlar shohid bo'lmaguningizcha men bir ishni qat'iy qaror qilmasman dedi. Endi donoligiga, zakovatiga ikkinchi ishora ayni mana shu yerda kelyapti. Vallohu a'lam, bungacha yana boshqa bir xislatlari zohir bo'lmagan bo'lsa. Malika Bilqis haqida xalq ichida tarqalgan rivoyatlarda ham uning zukkoligi, oqila va dono ayol bo'lgani tilga olinadi. Bu haq elchisining da'vatiga ortiqcha qarshiliklarsiz, mulohaza bilan yondoshgani va malika ekaniga g'ururga ketmasdan barcha ishlarni o'sha qavmi bilan maslahatlashib qilganida ham ko'rinadi va bu ham qaysidir ma'noda bugungi kunda biror mansabga o'tirgan, ammo kamtarlik va hokisorlik yetishmayotgan ba'zi kimlarga ibrat bo'larlik voqea ekan. Demak, biz Malika Bilqisni ham ijobiy qahramon sifatida o'rganamiz. Ushbu ayolning mana shunday ijobiy sifatlari haqida kengroq ma'lumot berib o'tsangiz. Men malikaman, o'zim bilaman degani yo'q. Meni aytganim aytgan, deganim degan bo'ladi degani ham yo'q. Aytayaptiki, ayollarim, sizlar menga maslahat beringlar. Kelinglar, o'rtada mashvarat qilaylik, gaplashaylik. Biror bir ishni sizlarni fikringizsiz, ra'yingizsiz, sizga ro'para qilmasdan, gapingizni eshitmasdan turib, sizga xabar bermasdan turib, men hech qaror qabul qilmaganman. Bundan kelib chiqadi, malika bo'lgan taqdirda ham, hamma ish qo'lida bo'lgan taqdirda ham bu ayol hamma ishlarini qavmi bilan, ayollari bilan bamaslahat amalga oshirgan ekan. Bu ham donolik belgisi, adolat belgisi, fazilatli sifatlardandir. Qalu nahnu ulu quwwatin va ulu ba'sin shadidin wal amru ilayki fanzuri maza ta'murin. Ayollar ham o'sha paytda munosib javobni qilishdi. Malika ularga ishonch bildirdi, ularni e'tibori zarurligini aytdi. Endi javobni qarang. Biz kuch-quvvat egalarimiz va shiddatli azmu shijoat egalarimiz. Ish o'zingga havola. Nima amr qilishingni o'ylab ko'r dedilar. Bizga ishonib aytyapsan, lekin biz ham senga ishonamiz. Bizni quvvatimiz bor, senga itoat qilamiz. Nima amr qilsang bajarishga tayyormiz. Nima buyursang biz rozimiz deb roziliklarini bildirishdi. Mana shu yerda 3-bor bu ayolning yana xislati namoyon bo'ladiki, qavmini unga bo'lgan itoati, muhabbati, ehtiromi, e'tiborini mana shundan topib olamiz. Qo'rqib aytayotganlari yo'q. Chin qalbdan bor gapni aytyaptilar. Allohu taala a'lam. Qalat innal muluka iza dakhalu qaryatan afsaduha va ja'alu a'izzata ahliha azilla va kazalika yaf'alun. Malika dedi, podshohlar biror shahar qishloqqa kirsalar, uni vayron qilurlar va uning aziz ahlallarini xor qilurlar, ana shunday qilurlar. Endi bu malikada tajriba ham bor ekan, mulohaza ham bor ekan. Haligi yuqoridagi fazilatlarga qo'shib aytayaptiki, men qo'rqqan tomoni biror bir podshohlar qishloq, shaharga kiradigan bo'lsalar, odatda ko'rgan holatimiz vayron qilib yuboradilar. Ehtimol malika
da'vat maqsadini hali uncha bilmagandir. Da'vat maqsadini ulardan kutmagandir. Odatda bo'ladigan voqealarni aytyapti. Darhaqiqat qaysi bir podshoh boshqa bir yurtga bostirib kiradigan bo'lsa, ana shunday vayrongarchiliklarni yo'lga qo'yadi. Shundan qo'rqib turibman deb aytyapti. So'zini davomida va inni mursilatun ilayhim bihadiyatin fanaziratun bima yarji'ul mursalun. Endi o'shanaqa xavf-xatar bor ekan, birdaniga urush boshlanib ketmasligi uchun qani ko'raylik. Qanaqa chora-tadbir qilyapti? Men ularga bir hadiya yuborurman. Ko'raychi, elchilar nima bilan qaytar ekanlar. Endi shu murosani to'g'irlash uchun, natijani ko'rish uchun chiroyli bir hadiya jo'natib yuboraman. Agar boshqa bir niyatlari bo'lsa, hadiyaning ta'siri bo'ladi. Illoki bu yerga kiramiz, qo'limizga olamiz deydigan bo'lsa, u ham bilinadi. Qani ularning maqsadini yana tuzukroq bilaychi deb ular tomonga hadiya yubordi. Mana shu yerda biz biroz to'xtaymizda, keyingi suhbatlarda yana umumiy natijalarni, xulosalarni, olishimiz kerak bo'lgan ibratlarni zikr qilib o'tamiz. Va sallallohu ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Rahmat Odinaxon, salomat bo'ling. Demak, ushbu qissa voqealari hali davom etadi. Navbatdagi suhbatlarimizda Sulaymon alayhissalom va Malika Bilqis bilan bog'liq voqealarning yana ham qiziqarli bo'lgan tafsilotlarini intiqlik bilan kutamiz. Qur'oni Karimning Sod surasi 40-oyatida Alloh taolo shak shubhasiz Sulaymon uchun bizning huzurimizda yaqinlik va go'zal oqibat, ya'ni jannat bordir deb marhamat qiladi. Bashariyatni to'g'ri yo'lga chorlab o'tgan Allohning barcha payg'ambarlariga salomlarimiz bo'lsin. Ushbu payg'ambarlarning eng ulug'i va eng so'nggisi bo'lgan suyukli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga esa Allohim huzuridagi maqomi mahmudni so'rab duo qilamiz. Qadrli muxlislar, siz Ma'rifat chiroqlari eshittirishida Odinaxon Muhammad Sodiq bilan Sulaymon alayhissalom qissasi haqidagi suhbatimizning birinchi qismini tingladingiz. Eshittirishni jurnalist Umida G'afforova tayyorladi va olib bordi. Rejissyor Erkin Irismatov, ovoz operatori Gulnoza Odilova. Navbatdagi diydor qadar siz bilan xayrlashamiz. Omon bo'ling azizlar.